Uka, bu mashina senikimi? Mashina meniki emas. Qo'riqchi bo'lib, boshqalarning mashinasini haydab yuribsanmi? Nega o'zingni bunday tutyapsan? Yo'q, unday emas. Mayli, rol o'ynamay qo'ya qol. Ustingdagi kiyim hammasini aytib turibdi. Nima uchun kelding? Uy ko'rgani keldi. Uy ko'rgani? Senmi? Ha. Boshqa odamlarga uy ko'rgani yordam beryapsan. Qo'riqchi bo'lib kelding. Qo'riqchi emasman. Dayuan, Kim xonam, salom, yaxshisiz. Rahbon senga yaxshi ish berdi. Bemalol ishni boshlashing mumkin. Nima? Ikkalangiz olishmisizlar? U meni amakivachim. Shunaqami? Lekin bu yerda uning uyi borligini aytganingda amakivaching bu yerda menejer ekanligini aytmaganding. O'zingni boshqacha qilib ko'rsatishing shart emas. Yo'q. Unday qilganim yo'q. Tushundim. Bunaqasini ko'p ko'rganman. Judayam ishonarli bo'ldi, lekin yaxshi emas. Ayniqsa sen uchun. Xo'p, mayli. Ikkingiz gaplashib oling. Unga atrofni yaxshilab ko'rsating. Albatta, xonim. Meni biroz ishlarim bor edi. Keta qoling. Hol. Xonim, ehtiyot bo'ling. Nayuan, sen yana qo'riqchilik qilmayapman deysan-a? Nayuan, sen yana qo'riqchilik qilmayapman deysan-a? Men rostdan bu yerga qo'riqchi bo'lib kelmadim. Qo'ysaychi, kimni aldayapsan? O'tgan uchrashuvimiz 7 yil avval edi. O'g'ling o'qishga kirish paytida. O'sha vaqtda ham aqlni to'plab yurardik. Hozir 7 yil o'tib ketibdi. Sen qorovul bo'lib ishlayapsan. Sen rostdan ham ancha rivojlanibsan-ku. Oy, qayerga ketyapsan? Uyga qaytaman. Uyga qaytayotgan bo'lsang, ichkariga nima qilasan? Uy shu yerdami? Yo'q, sen rostdan ham bu yerda menga joy bor deb o'ylaysanmi? Yo'q, meni o'zingga teng deb o'ylayapsanmi? Nima, men sen bilan bahslashib o'tirarkanmanmi? Qara. Kelamiz kiyish uslubimiz ham butunlay boshqa dunyo. Undan ko'ra, bor, tezroq eshikni och. Men boray. Men boramanmi? Qani tezroq bo'l. Sen shu. Sen kimsan? Nima? Men Dayuanman. Tanimadingmi? Dayuan? Sen shu. Qanday qilib bunchalik tez keldingiz? Meni o'g'lim oila qurib uy sotib olyapti. Tez kelmaslik mumkinmi? Menga bir og'iz aytsangiz bo'ladi. Siz esa shaxsan o'zingiz kelibsiz. Voy, Senshan, siz ham keldingizmi? Ha, shunday. Jangsian, ancha ko'tarilib ketibsan. Jangjon, siz hammi? Xush kelibsiz. Salom, Sanshen. Sen axir Ha, u Jang Dayuan. Oldin biz hammamiz bitta qishloqda qo'shni bo'lganmiz. Men sizlarga aytib bergan o'sha axlat yig'uvchisi. Ha, bo'ldi. Ha, sen o'shami? Unda hozir axlat yig'mayotgan ekansan-da. Qanday axlat haqida gapiryapsan, ha? Oilaviy qo'riqchi kiyimini kiyib olganini ko'rmayapsan. Qo'riqchilik qilyapti. O'g'liginam mashinaning ichidagi narsalardan unga ham olib ber. Hop. Keling. Yegan vaqtingizda ichidagi qadoq qog'ozini olib tashlang. Uni aslo yeb bo'lmaydi. Qo'y. Nima qilib turibsan? Tezroq ularga rahmat aytmaysanmi? Nahotki shoshqa miya bo'libsan, ya? Xavfsizlik xodimi bo'lsang ham tushunmaysan-a. Mayli. Unga ko'p gapirib uyaltirib. U boshqalardek emas. Ba'zi odamlar unga biroz shamol berganda bu darrov uchib ketadi. Tushunyapsanmi? Ba'zi odamlarning oldiga imkoniyatni o'zi kerak. Lekin ular bundan foydalana olishmi? Umrbod past tabaqada qolishi tabiiy. Ha. Sen aytganing yo'q. Ko'ngilga olib. Yo'q. Jangsian. Hayoting yomon ketmayapti. Endi Blue Moon Bay'ning sotuv menejerisan. Meni qizim hozirda Dahvo guruhining bosh menejeri bo'ldi. Blue Bay Dahvo guruh ishlab chiqqan loyiha hisoblanadi. Bu imkoniyat uchun undan juda minnatdorman. Shunchalik muvaffaqiyatli farzand yetishtiribsan. Bu ham seni xislatlaring. Qo'ysangiz-chi. Ha, to'g'ri. Aytgancha, seni o'g'ling bor edi, adashmasam.
muvaffaq qanday? Uni o'qishlari yomon emas, lekin bir joyda qotib qolgan. Bir necha yil avval u o'qishga kirish bazmida Zavro jamoasiga zarar yetkazdi. Hozirgi holatini tasavvur qiling. Va yana hech qanday muvaffaqiyatga erishmadi. U o'z biznesini boshlagan. Biznes mahsulotlarni qayta ishlayapti. Yozdan unumli foydalan. Hali ham axlatmi? O'g'ilgina. Keyinroq vaqt topib, uni o'g'liga birorta ish topib bergan, xo'pmi? Dadajon, texnik ish o'rni mos kelmaydimi deb qo'rqaman. Qabulxonada ham bo'sh ish o'rni yo'q. Qorovullarga boshliqlik nima deysiz? Kerak yo'q. Nima uchun keragi yo'q, ha? U ham oilang a'zosi. Vaqt kelganda sen ham o'g'limning firmasiga qorovullik ishga borasan. Hammamiz qarindoshmiz. Axir seni och qoldirarmidik? Shunday. Sen shu biz bu haqida gaplashguncha ichkariga kirib, yaxshimi yomonmi albatta. Qani yuringlar. Yuringlar. Ye? Sen qayerga ketyapsan? Men ham uyni ko'rgandek. Xo'p. Unda seni odamlar orasiga ham olib kiramiz. Yur, birga. Ha, mayli. Ketdi, yur. Tezroq yur. Janobjon, keldingizmi? Xush kelibsiz. Marhamat, ichkariga kiring. Hoy, sen nega orqadan ergashib kelyapsan? Ket bu yerdan. Uyni tomosha qil. Biz ko'rgani kelding. Sendan ro'zan qo'rqilishing kerak. Hoy. U meni amakim, Mo'la. Uzoq qarindoshlarimizdan biri. Uni ham olib kirib ichkarini ko'rsating. Bunday demang. Axir shunchaki qorovul-ku, unga kirishga ruxsat berish noto'g'ri. Bunday odamlar boy odamlarni ko'rganda ba'zida odobni bilmay qolishadi. O'zlarini ular kabi bilishadi. Ha, sen xafa bo'lma. Ularni senga aytganim yo'q. Sen janobjongning do'stisan. Sen ularga o'xshamaysan. O, bunchalik emas. Albatta, to'g'ri. Kira qol. Nanvan 36-uy qayerda? Savol berma. Sotib olmaysan-ku baribir. Sen 36-uy. Ularni emas. Janobchilik, siz bilmaydigan joylaringiz bor. Nanvan Lawn Yevanning premium klassdagi joy. Lekin 36-uy Atlada eng yaxshi villa hisoblanadi. Bunda hammasini shu bo'ladi. Adashmasam, kvadrat metri 78. Buncha qimmat. Bu darajadagi uylar oldindan kimdir tomonidan band qilinadi. Ha, shunday. Aslida bu turdagi xabarlar noto'g'ri tarqaladi. Lekin men hali ham bir qo'rqmoqchi. Agar gapi to'g'ri bo'lsa, tezda uni sotib ol. Juda ham afsusdaman. Allaqachon bir odam sotib olib bo'ldi. Hozir ko'rgani borsa juda ham ma'qul bo'ladi. Afsuslanishga kerak yo'q. Uyim shu yoqdan atrofda. Olib borib ko'rsat. Istaganingizcha tomosha qiling.